Hammaga salom. Sizlar bilan bugun va'da qilingan Amerikadan kosmetika zakaz qilish darslarimizni boshlaymiz. Kosmetika zakaz qilish uchun eng mashhur saytlardan biri bu Sephora sayti hisoblanadi. Siz bu saytdan uhudiy, dekorativniy, soch parvarishi uchun turli xildagi kosmetikalarni bitta saytdan sotib olishingiz mumkin. Mayli saytni ko'rib chiqishimizdan oldin sizlarga birinchi bilishingiz kerak bo'lgan muhim narsani aytib o'taman. Bu narsani bilmasdan turib siz saytlardan zakaz ura olmaysiz. Birinchi bo'lib, biz Amerikadan tovar olib keltirishimiz uchun bizga ishonchli kargo kerak bo'ladi. Men sizlarga o'zimning tajribamda foydalanib kelayotgan eng ishonchli kargolardan birini berib o'taman. Bu Lux Cargo hisoblanadi. Siz bu kargodan xohlagan turdagi tovarlaringizni, mahsulotlarni, oziq-ovqatlarni, kosmetikalarni, kiyim-kechak, oyoq kiyim, sumkalar yoki bo'lmasam texnikalarni, vitaminlarni xohlagancha miqdorda zakaz urib olib keltirsangiz bo'ladi. Kargo o'zi nima degani sizlarga shu haqda ham tushuntirib o'taman. Kargo bu, masalan, siz tovar zakaz qilmoqchisiz Amerikadan. Bu kargoni ikkita filiali bo'ladi. Birinchi filiali Amerikada joylashgan bo'ladi, ikkinchi filiali esa shu o'zimizda O'zbekistonda joylashgan bo'ladi. Sizni saytdan buyurtma qilgan tovarlaringiz bevosita o'zingizga bormagani uchun biz kargodan foydalanamiz. Ya'ni siz kargoga adres kiritasiz, ya'ni kargoni adresini kiritasiz, ism familiyangiz yozilgan bo'ladi yerda va kargo tomonidan aynan siz uchun beriladigan ID raqam bo'ladi. Shu raqamni kirgizasiz saytga va shu bergan adresingiz bo'yicha tovarlaringiz sizning ID nomeringiz bo'yicha kargoga yetib keladi. Lux Cargoda haftasiga 2 marta reyslar bor. Shu reys bo'lguncha siz zakaz qilgan tovarlaringiz reys kuniga yetib kelsa, o'sha tovarlar chiqarib yuboriladi. Ulgurmay qolgan, keyingi keladigan tovarlaringiz esa keyingi reysda sizga yetib keladi. Ko'pchilik sotish uchun vitamin kosmetikalarni ko'p miqdorda olib keltirmoqchi bo'ladi va bunda muammolarga duch kelishi mumkin, chunki bojxonada limitlar mavjud. Bu haqda ham hozir tushuntirib o'taman. Ya'ni siz saytdan tovarlar xarid qilayotganingizda u shunchaki O'zbekiston hududiga kirib qolmaydi. Har bitta O'zbekiston hududiga kirayotgan mahsulot kimnidir nomiga rasmiylashtirib, keyin O'zbekistonga kirib keladi. Shu sababli sizdan pasport ma'lumotlaringiz so'raladi. Tovarlaringiz kirib kelayotganda shu tovarni sizning nomingizga rasmiylashtirish uchun. Va bu rasmiylashtirilayotgan tovarlar uchun sizda bir oyda atigi $200 limitingiz bor. Limitdan oshib ketgan tovarlar uchun esa siz bojxona boji to'lashingiz kerak bo'ladi. Agar siz ko'p miqdorda tovar xarid qiladigan bo'lsangiz, sizga $200 limit umuman to'g'ri kelmaydi. Siz kommersiya uslugadan foydalanishingiz kerak bo'ladi. Bu kommersiya uslugida siz xohlagan miqdorda va xohlagan turdagi tovarlarni urishingiz mumkin. Bularning hammasi bitta qilib kargodan siz nomingizga chiqarib yuboriladi. Faqat farqi shundaki, oddiy kirib kelayotgan tovarlar kilosi sizga $10 dan hisoblanadi. Kommersiyalarga esa kilosi $13 dan hisoblanadi. Kommersiya uslugida sizga limit bilan bog'liq hech qanaqa chegaralar bo'lmaydi. Xohlagancha miqdorda mahsulotlar xarid qilishingiz mumkin. Bu kargoni yana bir zo'r tomonlaridan biri, ko'pchilik kargolarda siz deklaratsiya to'ldirib berishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni mahsulotingiz uchun sizga hujjat beriladi, o'shalarni to'ldirib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ko'pchilik klientlar buni to'ldirishda qiynalishadi. Lux Cargoda esa sizning o'rningizga ham bu deklaratsiyalarni to'ldirib berishadi. Siz istalgan saytdan tovar xarid qilishingizdan oldin aynan shu Lux Cargo bilan gaplashib, o'zingizga adreslarini olib, ID nomerlarini olib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin xohlagan Amerika saytingizdan buyurtmalarni rasmiylashtirishingiz mumkin bo'ladi. Kargo haqidagi ma'lumotlarni ushbu video tagida qoldiraman, silkalarini, Telegram kanali va Telegram akkauntlarini qoldiraman. Siz saytdan zakaz urishingizdan oldin o'zingiz uchun adres va ID oling. Xo'p, endi saytdan zakaz qilish bo'yicha darslarni boshlaymiz. Bu darslar telefon ekran yozuvi sifatida bo'ladi va har bitta jarayonni sizlarga men belgilab ko'rsatib boraman. Iloji boricha men bilan birga videoni to'xtatib takrorlashga harakat qiling. Shunda tushunishingiz juda ham oson bo'ladi. Demak, darsimizni boshladik. Sephoradan buyurtma berish uchun birinchi bo'lib uni saytiga kirib olishimiz kerak. Buning uchun siz o'zingizni brauzerinizdan sephora.com deb yozasiz va kirasiz. Mana men kirib oldim, tayyor. Endi birinchi bo'lib siz xohlagan saytingizga kirganingizda birinchi qiladigan ishingiz bu uni
ro'yxatdan o'tish joyi bo'ladi. Biz birinchi ro'yxatdan o'tib olishimiz kerak. Undan keyin esa qolgan funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda pastda ko'rib turibsizlar, me degan joy bor. Shu joy ustiga bosamiz va create account degan joy ustiga bosamiz. Va bu joydan siz o'zingizni emailingizni kiritishingiz kerak bo'ladi. Sizlar o'zingizlarnikini kiritasizlar, men o'zimnikini kiritaman. Kiritib bo'lganimizdan keyin continue ni bosamiz. Keyin bu joyga first name, last name ga ism familiyamizni yozamiz. Birinchisiga ism familiyamizni qo'shib yozamiz. Ya'ni men shunaqa Shahnoza Navro'zova deb qo'shib yozaman, siz o'zingiznikini qo'shib yozasiz. Last name ga esa biz Lux Cargo deb yozamiz, chunki bizga ism familiyamiz bilan keladi va Lux Cargo ga keladi. Adashib ketmaslik uchun bu joyni ham albatta xuddi shunaqa qilib yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Undan keyingi joy esa passwordga siz 6 xona son, bitta katta harf va bitta kichkina harf o'ylab topishingiz kerak bo'ladi. Va bu parolni albatta aytbetizga yozib, saqlangiz qilib qo'ying, chunki keyinchalik esingizdan chiqib ketib qolsa, o'zingizga kirishingizga qiyin bo'ladi. Keyingisiga telefon nomer yozishimiz kerak. Saqlangiz chiqsa, saqlangiz bosib qo'yamiz. Keyingisiga telefon nomer yozishimiz kerak. Bu yerga ham kargoni telefon nomerini yozamiz. Sizlar ham xuddi shu raqamni kiritishingiz kerak bo'ladi. Tak, buni bosish shart emas. Keyingisiga tug'ilgan kuninglarni yozasizlar. Bu keyinchalik Sephora sayti sizni tug'ilgan kuningizda sizga qanaqadir bonusli aksiyalar yoki sovg'alar yuborishi uchun kerak bo'ladi. Bu yerga esa biz kirgizadigan adresimizni pochta kodini yozishimiz kerak bo'ladi. 11223 deb yozamiz. Xo'p, undan keyingisi shu yerda turadi, ya'ni Amerika ingliz tilida turadi. Endi keep me sign ni bosamiz va join now. Bu yerga sizlarga keyingi safar qo'ling bilan yoki Face ID bilan tasdiqlab kirishingiz mumkin keyingi safar deyapti. Xohlasanglar qilinglar, continue ni bosib, xohlasanglar maybe later bosib qo'yinglar, farqi yo'q. Men maybe later bosib qo'ydim. Ro'yxatdan o'tdik biz. Endi bizga bitta savol beryapti. Sizda qaysi muammolar bor degan. Xohlasanglar buni belgilab qo'yinglar. Xohlasanglar belgilamanglar. Masalan, bu yerda akne deyapti. Qarishga doir, chorniy tochkalar, ko'zi tagidagi qora halqalar, aylanalar. Xullas o'zingizlarga tanlab bosib next bossanglar ham bo'ladi yoki skip this question, ya'ni savolni o'tkazib yuborish degan joyiga ham bosib qo'ysanglar bo'ladi. O'zingiz mana yuzi yog'lanishi bu yerda. Po'ralar bo'lishi mumkin. Xullas bosib tanlab next bosamiz. Bu yerda ham savol beryapti. Sochinglar bilan bog'liq muammolar. Buni ham tanlab bosib qo'ysanglar bo'ladi. Shunda sizga kerakli ko'proq qiziqroq bo'lgan tovarlarni chiqarib beradi asosiy menyusida. Bo'ldi, hammasi tayyor. Got itni bosamiz. Bo'ldi, biz saytga ro'yxatdan o'tdik. Endi keyingi qiladigan ishimiz saytga kirib ketishdan oldin biz zakaz uradigan adresimizni kiritib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz pastdagi shu mega kiramiz va pastroqqa tushganimizda account setting chiqadi. Shuni ustiga bosamiz. Bu joyga kirganingizda saved address bor, sizlarga ham ko'rsatib qo'yaman. Shuni ustiga bosamiz va add shipping adress ustiga bosib adreslarimizni kiritishni boshlaymiz. Bu birinchi qatorga yana o'zimizning ism familiyamizni qo'shib yozishimiz kerak bo'ladi. Men o'zimnikini yozaman, qo'shib sizlar o'zingizlarnikini yozinglar. Last name ga yana Lux Cargo deb yozamiz. Keyingisida United States qoladi, countryda. Telefon nomeriga yana kargo nomeri 929 227 1111 deb yozamiz. Undan keyingi qator esa kargoni adres qatori bo'ladi. Buni men sizlarga kanalda ham yozib qoldiraman, o'sha yerdan tayyor ko'chirasizlar. 608 Interchange Boulevard deb yozsak o'zi chiqadi. Ustiga bosib tanlasak hamma joyini o'zi to'ldirib beradi. Keyin save bosib saqlangiz qilamiz.
Ana endi saytdan bemalol zakaz ursak bo'ladi. Lekin endi bitta joyi bor. Buning uchun hozir shu joyda editni bosamiz. Kirganimizdan keyin pastroqga tushamiz va shu joyda 608 tagida add door degan joyi bor. Shu joyi bosib, biz bu joyga o'zimizning ID raqamimizni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Boyamaslik bu joyni ko'rsatmadim, chunki sizlar ham adashib meni ID raqamimni yozib olmasligingiz uchun sizlar o'zingizga boshqa ID raqam olgan bo'lasizlar kargodan, shuni shu joyga yozib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shu joyni to'ldirib bo'lganingizdan keyin pastga tushib update'ni bosasizlar, to'ldirgan adresinglarni saqlanish qilish uchun. Endi sizlar bilan saytni ko'rib chiqamiz. Bu birinchi saytni interfeysi hisoblanadi. Ya'ni bu yerda aksiya bo'layotgan brendlar, yangi chiqqan brendlar va o'sha sizni qiziqishingizga mos bo'lgan har xil turdagi brendlar chiqadi. Bu yerda promo kodlar beriladi ba'zi paytlarda. Shu joydan ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mana tagida chosen for you turibdi. Bu siz uchun tanlangan, sizni qiziqishingizdan kelib chiqib tanlangan mahsulotlar bu yerda joylab boriladi har doim. Tagida ham mana siz uchun har xil aksiya bonuslarni taqdim etyapti. Buni o'zingizlar keyinchalik o'qib tarjima qilib chiqsanglar bo'ladi. Agar saytni sizlar tushunmasanglar ingliz tilida, buni rus tiliga o'girib olsanglar ham bo'ladi. Tepadagi shunaqa joyga bossanglar, перевести sayt bor. Shuni ruschaga o'girib olasizlar va sizlarning tushunishingizni bemalol oson bo'ladi. Bonusning kartalari bor. Bonusli kartalari bizga o'tmaydi. O'shaning uchun bu birinchisi bizga tegishli emas. Qolganlarini o'zingizlar o'qib bemalol tushunib olsanglar bo'ladi. Bu asosiy interfeysini tushundik. Bu yerda bizga skidka aksiyalarni ko'rsatadi va yangi chiqqan har xil mahsulotlarni ko'rsatadi. Undan keyingisi biz menyusiga kirib o'zimizga kerakli tovarlarni qidirishimiz mumkin bo'ladi. Buning uchun покупки degan joyni bosamiz va o'zimizga qiziqtirgan tovarlarni tanlasak bo'ladi. Masalan, уход за кожей, bu yerda uходовый kosmetikalar, soch uchun kosmetikalar, atirlar, har xil mini razmerdagi mahsulotlar, vanna dush uchun mahsulotlar va har xil A dan Z harfigacha bo'lgan brendlar, har xil podarkalar, shularni o'zimizga kerakligini tanlab topsak bo'ladi. Bu bitta tovarlarni poisk qilish yo'li, ya'ni qidirish yo'li. Ya'ni sizga ko'rsatayotgan yo'nalishi bo'yicha qidirasiz. Soch uchun, yuz uchun uhod bo'yicha, shular bo'yicha qidirasizlar. Endi yana bitta tovarlarni o'ziga kerakli brendlarni qidirish yo'li bu poisk bo'limidan qidirasiz. Masalan, bizga Dior hamma mahsulotlarni qilmoqchi bo'lsanglar, Dior o'zini yozasizlar va poisk qilasizlar. Poisk qilganingizda mana Dior brendiga tegishli bo'lgan hamma mahsulotlar kelib chiqadi va bu yerdan sizlar o'zingizga kerakli bo'lgan mahsulotni bemalol tanlab olsanglar bo'ladi. Masalan, aytaylik, mashina tanladik. Ustiga bosib ichiga kiramiz va pastroq tushganimizda uni har xil ranglari bo'ladi. O'zimizga kerakligini ustiga bosib tanlab olamiz va добавить в корзину ustiga bosib korzinkaga solamiz. Shu joyni bosib 10 tagacha tanlab qo'shsanglar bo'ladi. Va uni korzinkaga tushirib qo'yamiz. Bo'ldi, korzinkamizga tushdi. Korzinkamizni esa tepadan o'ng tarafdagi shu joydan ko'rsak bo'ladi mana. Bizda mana $47 edi, donasi 10 ta tanlaganimiz uchun mana $470 tushdi korzinkamizga. Endi keyingi mahsulotni tanlaymiz. Shunaqa qilib o'zimiz xohlagancha mahsulotni tanlab korzinkaga tushirishimiz mumkin. Buni ham mana korzinkaga tushirib olamiz. Endi korzinkadagi mahsulotlarimizni оформление qilamiz. Bu uchun burchadagi o'ng burchadagi korzinka belgisi ustiga bosamiz va shu просмотр корзины оформление заказ ustiga bosib zakazlarimizni оформлять qilamiz. Keyin Sephora'ni баловый подарочный sistemasi bor. Shu korzinkaga kirganingizda pastrog'iga tushsanglar, mana momentda hozir keladi. Mana применить баллы к предметам базара degan. Bu yerda agar sizlar zakaz urganingizda sizlarga ball yig'ib boriladi va ballinglarga mos tarzda sizlar har xil podarkalar olishingiz mumkin. Bizda hozir hech qanaqa hali ballimiz yo'q bo'lgani uchun bu joyi ochilmaydi. Lekin biz добавьте до 2 бесплатных образцов degan shuni bosib ikkitagacha
ikkitagacha probnikli podarkaga olishimiz mumkin. Bu har zakaz urayotganinglarda amal qiladi. Xohlagan tovaringlardan ikkitasini tanlab olasizlar. Mana bu yerda sizlarga har xil tovarlar chiqarib beradi. Shulardan o'zingizga kerak xohlagan ikkitasini добавить bosib ustiga korzinkalarga tushirib qo'yasizlar. Ikkitani tanladik, gotovani bossak, bular ham bizning korzinkamizga tushdi. Endi bemalol оформлениеga o'tsak bo'ladi. Оформлениeni bosganimizdan keyin bizda уже adreslarimiz tayyor chiqadi. Mana to'ldirib qo'yganimiz, bitta sayt ruchiga o'rganimiz uchun shu rus tilida ko'rinyapti. Keyingisi mana urgan tovarlarimiz va qo'shgan podarklarimiz ko'rindi. Platejga siz viza kartangizni kiritib qo'ysangiz bo'ldi, bu saytda сохранить bo'lib qoladi va oxirida разместить zakazni bosganingizdan keyin tovarimiz qabul qilinadi va bu maksimum bir hafta ichida kargoni ofisiga yetkazib olib borib beriladi. Mana shu yerda yozib ham qo'ygan bo'ladi. 13-avgustgacha уже tovaringlar yetkazib beriladi kargogacha. Zakaz urish juda ham oson. Shu tartibda har safar zakazinglarni rasmiylashtirasizlar. Adresni ham bir marta kiritib qo'ysanglar yetadi. Yana qayta kiritib o'tirish shart emas. Mana o'rtoqlar, sizlar bilan Sephoradan zakaz qilish bo'yicha barcha nastroykalarini va barcha funksiyalarini ko'rib chiqdik. O'ylaymanki, sizlarga dars tushunarli bo'ldi. Agar qanaqadir savollar bo'lsa yoki bo'lmasam keyingi darslarda qaysi saytdan buyurtma qilish bo'yicha video chiqishini xohlasanglar, ushbu video kommentariyasida yozib qoldiringlar va meni kanalimga obuna bo'lishni unutmanglar, chunki darslar hali oldinda. Sizlar bilan zo'r saytlardan zakaz qilishni bepul o'rganamiz.